Assalomu alaykum Manina obunachilari. Mana 4 oy bo'libdiki, sizlar bilan mana endi oynaga javob ko'rishib turibmiz. Sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Sizlar bilan har doimgidek Fozil Ibrohim, Kamila Kamtaring Manina asoschisi bo'lyapti. Xo'p, bugungi mavzuyimiz nima bo'ladi? Bugungi mavzuyimiz eng ko'p berilgan savollarga javobli bo'ladi. Xullas, shunaqa ekan, bu videomiz ancha uzun bo'ladi va shu hisobda yaxshilab o'rnashib oling, yo'lingizga shirli-pirli popcorn olib, yaxshilab o'tirib joylashib olinglar. Bu videomiz aytgandek uzun bo'ladi. Hamma berilgan savollarga bu safar xudo xolasa ko'ngildan javob berib o'tamiz. Qani bo'lsa, ketdik. Xo'p, mana birinchi savolimiz. Menga ko'pchilik savol beradi. Ibrohim, ko'chatlar narxi necha pul deydi? Ko'chatlarning narxi bu optimiga 35 ming so'mdan, agar donaga olaman desanglar 50 ming so'mdan. Optimiga qancha? Bu 100 ta. 100 tadan agar yuqoriroq ko'p oladigan bo'lsangiz, uni narxi kelishiladi. Yana ikkinchi savol, ko'chatlar o'zimizga qanday ko'rinishda bo'ladi deyishadi. Mana shunaqa chiroyli ixcham tuvaklarda bo'ladi. Bularning hozirgi bo'ylari 10 santimetrcha. Lekin xudo xolasa sinab qo'linglarga eng kamida 20 santimetrcha qilib sinab qo'linglarga yetkazib olamiz bu ko'chatlarimizni. Yana ikkinchi savol ko'p berilgan savol bu ham. Ko'chatlarimiz navi qanaqa deyishadi? Ko'chatlarimiz navi Denniva navi, Polsha, Yevropadan keltirilgan navi. Mendan ko'pchilik so'raydi, yaxshi tushunmay qolishadi Dennivani. Shu hisobdan pastga, o'tga tepaga qattiqroq yozib qo'yamiz. Ko'chatlarimizning navi qanaqa, qayerdan keltirilgani va shu boisdan narxlarni ham yozib qoldiramiz. Birinchi savolimiz, ko'chatlarimizning narxi qancha? 35 ming so'm. Ikkinchi savolda, ko'chat navi qanaqa? Turi qanaqa? Bu turi Denniva navi, Polsha, Yevropadan keltirilgan. Ketdik 3-savolga. 3-savol keladigan bo'lsa, 3-savol mendan eng ko'p so'raladi bu narsa. Buni men qayta videolarimga qo'yganman va mana bu safar ham bu videoni qo'yishga majbur bo'lyapman. Nimaga? Chunki bu savol juda ham ko'p so'ralyapti. Shu hisobda aytaman. Xo'p, eng ko'p berilgan savol bu 3-savol. Eniga qanaqa ekiladi va uzunasiga qanaqa ekiladi? Eniga qanaqa ekiladi? Oraliq masofasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, men ochchasiga ketaman. 1 metrga ikkita ekiladi. 50 santimetr orasini tashab, keyin 2 metr oraliq masofa tashaladi. 2 metr juda masofa ko'p-ku deyishinglar mumkin. To'g'ri, 2 metr masofa ko'p. Ammo bu ko'chatlar hali buta bo'lib, mana o'sib ketgandan keyin 50 santimetr bu yoqqa, 50 santimetr bu yoqqa tashaladi. Eng maksimum o'sib ketganda, minimum bu 20-40 metr tashaladi va shu hisobidan yo'lni to'sib qo'yish mumkin. Oraliq masofani to'sib qo'yish mumkin. Shu hisobdan masalan 2 metr deyman va sizlar 2 metr qilgan taqdirda ham orada traktorda bemalol yurib, ishinglar ancha o'zingizga oson bo'ladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, yerni to'sib qo'yaman, naq qo'yaman deyish mumkin. Lekin o'zingizga qulay bo'lishi uchun bir xil narsalarni yutishga majbur bo'lasizlar. Bu 3-savolga javob edi. Yana 4-si. Menga 1 gektarga qancha ketadi deyishadi. Men sizlarga miyani chalkashtirib olmaslik uchun 1 gektar deyman, 1 sutu deb qo'ya qolaman. Minimalizmdan boshlayman. 1 sutuga 100 ta ko'chat ketadi. 1 sutuga 100 ta ko'chat ketadi. Xuddi aytganda 1 metrga 2 ta va oraliq masofasi 2 metr tashaladi. O'ylaymanki, men 4-savolga javob bera oldim. Navbatdagi 5-savolga ketdik. 5-savol. 5-savol mendan juda ko'pchilik so'raydi. Ko'chatlarni qachon ekiladi deydi. Ko'chatni o'zi ikkita mavsumda ekilish kerak. Birinchi kuz faslida ekiladi. Ya'ni oktyabr, noyabr oylarida ekiladi. Buni juda ko'pchilik kuzda ekadi asosan. Lekin bahorda ham eksa bo'ladi. Bahorda ham ayniqsa zo'r ko'karadi. Kuzda ekilgan bilan bahorda ekilgan ancha farqi bor. Lekin o'ylamanglar, men o'sha kechikdan kuzda eka olmayman. Mana sizlar uchun mana shu bahor ko'chatlarimizni mana tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa sinab qo'linglarga mart oyining boshlaridan 20-fevralda mart oyining boshlaridan xudo xolasa mana ko'chatlarimizni sinab qo'linglarga yetkazib beramiz. Bu xuddi o'sha Denniva navi, Yevropadan keltirilgan Denniva navi. O'zimiz shu yerda mahalliga moslashtirib, o'zimiz shu yerda ko'paytirganmiz. Mana shu Denniva navlari xudo xolasa bahordan 20-fevraldan sotuvda sinab qo'linglarda bo'ladi. Kim zakaz berib qo'ysa, oldindan buyurtma berib qo'ysa, sizlarga yetkazib beramiz. Shu yerda ko'rib turganingdek, polni Denniva navli malinalarimiz hammasi. Mana 5-savolinglar qachon ekiladi degan savollarga mana javob 20-fevraldan bo'lib ekiladi. Nega 20-fevraldan? Chunki 5-fevraldan o'sha yerga amal qilib, o'sha yerlar qizishni boshlaydi.
Уже ko'rasizlar, havolar уже plus bo'lyapti. Kechqurunning o'zi, kechqurungi havoni o'zi 7+ bo'lib turibdi. Va 7+ bo'lib turibdiki, bu degani bemalol yerga amal keladi va narsalar ekib bo'ladi. Va hozirgi havolarni ham men ko'p kuzatib boryapman. Ondan baland 10-17 mashg'ala bo'lib turibdi. Bu degani sizlar bemalol yeringlar narsalar ekib bo'ladi. Aytmoqchi, bu aytayotgan gapim bu Toshkentga taalluqli. Men boshqa viloyatlardan to'g'risi aloqam yo'q. Boshqa viloyatlarda qanaqa ob-havo to'g'risi bilmayman. Toshkentning havosini sizlarga aytaman. Toshkentning havosini taniyman. Ondan baland va shu hisobdan ekib bo'ladi. Sizlar viloyatlarda qanaqa ob-havo, uni albatta kommentariyga yozib ketinglar. Eksi bo'ladimi yo'qmi? Shuni aytib o'taman. Lekin masalan oddiy podskazga ketib qo'yaman. 10 gradus bo'lyapti, 10 baland gradus bo'lyapti. Demak, bemalol yerga ekib bo'ladi. O'ylaymanki, mana men 5-savolga javob bera oldim. Eng ko'p berilgan savol. Ko'chat bizning qo'limizga qanaqa keladi deb mijozlarimizdan juda ham ko'p savol beriladi. Ko'chatlar ochiq ildiz bo'ladimi? Ya'ni tomirli ildiz bo'ladimi yoki tuyada bo'ladimi? Xo'p. Men hozir sizlarga savollarga to'liqroq javob bermoqchiman. Shu 7-savolingizda men sizlarga to'liqroq javob berishga harakat qilaman. Xo'p, ochiq ildiz qachon ekis bo'ladi? Yopiq ildiz qachon ekiladi? Ochiq ildiz faqatgina kuzda, ya'ni ko'chatlar uyquga ketganda eksa bo'ladi. Ochiq ildizni hozirgi havoda o'sha yerga amal qilgan paytda ochiq ildizni ekib bo'lmaydi. Ya'ni qachondan? Bu o'sha martlardan ochiq ildizlarni ekib bo'lmaydi. Ekishni men tavsiya qilmayman. Chunki yerlar amal qilgan bo'ladi, o'sha ildizlar uy ham bo'lgan bo'ladi, ular yerga moslash bo'lgan bo'ladi. Va shu hisobdan ochiq ildizni men maslahat bermagan bo'lardim sizlarga ekishni. Qanaqasini ekish maslahat bergan bo'lardim? Albatta mana bunaqa tuyada turgan yoshgina holida ekishni maslahat bergan bo'lardim. Aytishim mumkin, bu kichkina Ibrohim, shu ko'chat kichkina ko'chat deb aytasan. Bu to'g'ri kichkina, chunki bu ko'chatlar endi uy hamda. Bular hali 20-fevralga borib, bo'yi 20 sm bo'lib, ancha o'sib ketadi bular. Bu nihollarimiz. Ancha bo'ylari o'sib, katta bo'lib ketadi. Bu hozircha bolalari. Bularni yoshi 6 oylik. Bularni biz noyabrda ko'chatlarimizdan tayyorlaganmiz va hozir holatiga masalan issiqxona laboratoriyamizda o'zimizni ozuqalarni berib, yaxshi gormonlardan katta qilib, shu ko'rinishga olib kelganmiz. Bu endi usul yetmayapti. Hozirgi bu holatga katta bo'lishiga hali bular 20 fevralga borib, bo'ylari 30-20 sm bo'lib ketadi bularimiz ham. Xo'p, men maqsadga o'tadigan bo'lsam, bahorda qanaqa ko'chat ekish kerak? Ochiq ildizmi yoki tuyada? Albatta tuyada ekish kerak. Ochiq ildizni ekib bo'lmaydi. Eksalar ham 100 ta ko'chatlardan o'shasi bir 30 tachasi uchishadi. Chunki bu meni shaxsan o'zim boshimdan o'tgan. Joyidan ko'chib qolganimda anchasi ko'chatlarim nobud bo'lgan. Va shu hisobdan 7-savolimga mijozlarimizdan kelgan 7-savolga men to'liq qilib javob beraman. Faqatgina eksalar tuyadagisini ekinglar. Chunki tuyada hamma narsa tuproqlar bilan moslashgan bo'ladi. Yonida o'ralgan bo'ladi. Hammasi bilan moslashgan bo'ladi. Buni shunday vaqtda yirtib olasizlar. Shunday bitta yirtib olasizlar-da, tuproqni shuni olib turib qazigan joylarga shuni moslashib tashlab bo'ldi. O'sha bu yerga olib ketadi. Hech qanaqa stress olmaydi, kasallik tushmaydi, infeksiya, boshqa narsalar bo'lmaydi, hech qanaqa bakteriyalar bo'lmaydi. Ochiq ildiz bo'lgan bo'lsa, uni ochiq ildizni olsanglar, birinchidan ildizdan so'rasizlar. Birinchi qolgan kasallik bu zamburug' bo'ladi. Va ikkinchi kasallik u juda o'zik kasallik, immunitetni tanqis bo'ladi va o'sib ketish ehtimoli juda past bo'ladi. Va uni ekkanlardan u yil hosil berish juda qiyin bo'ladi. Men sizlarga maslahat berayotganim faqatgina tuyadisini ekinglar. Va bu albatta qachondan? Bu albatta bahordan. Lekin hozirgi paytda ochiq ildiz eksib bo'ladi. Men sizlarga masalan ayta olaman, 100% ochiq ildiz eksib bo'ladi. Qachonki buni 20-fevraldan bemalol eksib bo'ladi. 7-savollarga men o'ylaymanki to'liqroq javob bera oldim. Ana endi hamma savollarga javob berdim. Endi kommentariyada savollarga javob berib o'tiraman. Malina ekishda qaysi omil eng ko'p baholanmaydi, lekin katta rol o'ynaydi? Xo'p, juda zo'r savol bu. Birinchi o'rinda masalan malina ekayotganda yerni yumshatib olish kerak, haydatib yumshatib olish kerak. Ikkinchi o'rinda o'g'itlab olish kerak. Va juda ko'p odamlar bu narsaga ahamiyat bermaydi. Nimaga? Malina ekayotganda sholib po'choq bilan ekmaydi. Malinani shunday o'zini ekib qo'yadi. Bu ham juda katta minuslardan bittasi. Ekayotganda iloji boricha sholib po'choq bilan ekinglar. Men bu narsani ko'p takrorlaganman, lekin olganlar bor, olmaganlar bor. Sholib po'choq vazifasi bu namlikni ushlab turadi va ko'chatni to kuzdan bahorgacha yaxshi sifatli ushlab turadi. Va shu hisobdan men shu savolga shunaqa javob berishni afzal deb bilaman. Va yana bitta zo'r savol berishibdi. Xo'p,
qaysi xato birinchi yili bilinmaydi, lekin ikkinchi yili hosilni urib tashlaydi. Zo'r savol bu ham. Birinchi yili bilinmagan xato. Bu birinchi yil hosil zo'r olaman deyshadi. Hosil zo'r olaman bo'ldi, hamma narsa bosim bo'ldi. Har yili shunaqa berar ekan bo'lishadi. Yo'q, unaqa emas. Birinchi yili to'g'ri hosil zo'r olib, keyingi yil ham hech narsa qilmasdan qilish bu o'ta noto'g'ri. Birinchi yil hosil zo'r oldingizmi? Bo'ldi, undan keyin gunga yaxshilab to'kib tashlaydi. Ya'ni suv urgandan keyin, tegidan kesilgandan keyin bo'ldi. Gunga yaxshilab oziqalash kerak va o'zini 16 3 ta 16 oziqalari bor va 21-61 shunaqa oziqalari bor. 10-21-61 oziqalari bor. Ana shu oziqalardan berish kerak. Kuzgi oziqalar, kuzgi qishki oziqalar bo'ladi. Bahorda ildizlar ancha baquvvat bo'lib chiqadi. Xo'p, yana bitta zo'r savol berishibdi. Malina ekishda qaysi payt hamma narsa joyida deb o'ylab, aslida kech bo'lib qoladi? Bu ashi zo'r savol bo'ldi. Men bu savolga lekin aniq bitta javob eta olmayman. Malina ekishda eng zo'r payt bu kuz va bahor. Bundan ortiq paytda men zo'r deb ayta olmayman. Chunki qishda yaxshi ekib bo'lmaydi, chunki qishda yerli yaxlagan bo'ladi. Va ikkinchisi bu yozda. Yozda ham ekib bo'lmaydi, chunki yer qizib turgan bo'ladi, ildizni kuydirib qo'ygan bo'ladi. Va shu hisobdan men ko'pchilik maslahat berardim, faqatgina bahor va kuzda malina ko'chatlarini ekinglar. Mana hozirgi havo ideal havo bo'lib turibdi, ko'chat bor. Yangi boshlovchi malina ekayotgan odamga bitta gap bilan maslahat bersangiz, nima bo'lardi? Hop, bu juda seriozli va jiddiy savol bo'ldi. Bilan nima degan bo'lardim bu odamga? Bosing. Qilib ko'ring, sinab ko'ring. Qo'lingizdan kelsa keldi. Kelmasa bu hayot armon bilan o'tmaysiz. Zeroki bu videoni siz o'zingiz ko'rayotgansizmi? O'zingiz uchun u narsa o'rganasiz bu hayotda. Har doim xayolni qilib ko'rsam edi, nima qilib ko'rsam ekan degandan ko'ra bir marta qilib ko'rib, yo'q bo'lgan yoki bo'lmagani yaxshi. Bo'lmasa bo'ldi, bo'lmabdi, meni uchun emas ekan degan. Lekin bir xilda o'ylaydiki, bo'ldi, men buni qila olmayman. Masalan, siz qila olmayman desam, bu sizga bog'liq. Qila olmayman desam haqsiz. Qila olmayman desam haqsiz. Chunki bu hamma narsa o'zingizga bog'liq. Buni parvarishlash, buni yetishtirish, buni ekib, ko'paytirish hammasi o'zingizga bog'liq. Mana to'g'risini onamning qonlarida mana shu malinachi bo'lib tushmaganman. Hamma narsani sekin-sekin ilmini olib o'rganganman. Hammasi sekin-sekin bo'lgan. Bu hech narsa bu hayotda bitta bo'lib ketmaydi. Ana oldingi aytgandek, kamonni 10 tasidan otib bittasi deyish mumkin, lekin 10 tasidan umuman otmasa ham hech qaysi emasligi mumkin. Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam, raz ichingizda qilish bor ekanmi? Qilinglar. Agar bo'lmay qolgan bo'lsa, tinchlikni yig'ishtirib qo'yinglar. Chunki bu dehqonchilik, sabr, mehnat va matonat bilan bo'ladigan narsa. Hayotda bir marta bo'lsa ham qilib ko'ringlar shu narsani. O'xshasa o'xshadi. Bir xil aytadi, menda o'xshamasa-chi deydi. O'xshasa-chi. O'xshasa nima bo'ladi? Shuning uchun xulosani o'zingiz uchun chiqara olinglar. Qilish, qilmaslik bu sizlarga bog'liq. Sizlar bilan har doimgidek Malinaxon asoschisi Ibrohim bo'ldi. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha, xayr deyman. Har doimgidek ko'rishguncha qolaman. Salomat bo'linglar.